Salom qizlar, bugun sizlar bilan Magnolia shirinligini qilamiz. Hozir hamma narsani solib oldim, lekin o'chog'imni hali yoqmadim. Esimdan chiqib qoldi videoga olish. O'shanga endi yarim bo'lsa ham videoga olay dedim. Magnolia sutimiz uchun, Magnolia shirinligimiz uchun o'chog'imni altini ochib olayda. Magnolia shirinligimiz uchun sut, shakar, un, kraxmal, tuxum sarig'i kerak bo'ladi. Bu yerda men qamga karameli sutimga ko'pligiga men enos 15-20 kishilik qilyapman. Sizlarga videoni tagiga 6 kishilik variantini yozib ketaman. Hatto xohlasanglar aytaman. Bu yerda hech narsa qilmadim. Sutni qo'ydim, hamma mahsulotlarimni qo'ydim. Maqsad uni mana qilib qolmasin deb o'choq yoqishdan oldin yaxshilab aralashtirib oldim hammasini. Keyin o'choq yoqdim. Hozir yoqdim mana sizlarning yoningizda. Gazda endi yoqdim. Xo'sh, 6 kishilik variantini sanab o'tay. 1 litr sut, 1 stakan shakar. Shakar har doimgidek stakanim mana bu 200 ml. 1 stakan shakar, 3 ovqat qoshig'i, 3 dona ovqat qoshig'i nima edi? Kraxmal. Xohlagan kraxmallarni ishlatsanglar bo'ladi. Kartoshka kraxmal bo'lsa bo'ldi. 2 yemak qoshig'i, 2 ovqat qoshig'i un. Yana nima dedi? İşte tuxum sarig'i bitta. Hammasini solib aralashtirib olamiz. Keyin yaxshilab aralashgandan keyin gazimizni yoqamiz. Gazimizni o'rta saviyaga olib kelib olib, bu qaynaguncha aralashtirib turishimiz kerak. Un solganimiz uchun tagiga olib ketishi mumkin. O'shaning uchun ehtiyot bo'lib, qaynaguncha qo'limizdan kelgancha yaxshilab aralashtirib turamiz. Keyin qaynagandan keyin mana biliq qiladi-yu. Shunaqa biliq degandan keyin uni 2-3 minut, 4 minutgacha yaxshilab pishiramiz. Gazimizni pasaytirib 2-3 minut yaxshilab pishiramiz. O'sha biliq qilgandan keyin faqat daqiqa sayamiz. Aytganimdek, qaynaguncha buni yaxshilab aralashtiringlarki, tagiga olmasin. Buni qaynatib hozir kelaman. Xo'sh qizlar, mana quyulashga boshladi. Lekin buni aytganimdek yaxshilab aralashtirib turish kerak. Tagiga olmasligi uchun. Mana yaxshigina quyulashga boshladi. Lekin qaynamadi hali. Mana qaranglar. Ko'rdinglarmi? Hali qaynamadi. Biliq qilmadi. Hozir unda puziroqli chiqishi boshlagandan keyin 2-3 minut, 4 minutgacha qaynatib olsanglar bo'ladi. Maqsad u un todi, unning mazasi ozgina ketsin. Kraxmal ishlatganimiz uchun unning mazasi ko'p ham kelavermaydi o'zi-yu. Atak. Maqsad o'sha anaqani yana ham pishsin qisqasi. Qivom oldi, yaxshilab quyulashdi почти. Issiq. Mana gazim ozgina sirpanch uradi, bu qanday medot. Qozonimiz sirpantiradi ko'p. Shuning uchun yana ham tez harakat qilmaslikka harakat qilaman. Qaynasin. Qaynadimi? Qaynash. Mana qaynadi, ko'rdinglarmi? Puziroqlar chiqishi boshladi. Biliq qilyapti. Endi mana daqiqa sayib 2-3 minut qaynatib, keyin buni sovishga olib qo'yamiz. Bundan tashqari yana bizga pechenye kerak bo'ladi. Pechenye keyin xohlagan mevalarni ishlatsanglar bo'ladi. Atak men meva ishlatmayman. Hozir pechenye'ni qilayotganimda men sizlarga aytaman yana. Men buni pishirib kelay. Buni olib qo'yasizlar sovutgani. Bu ozgina soviguncha, ko'p sovish shart emas, muzday bo'lishi shart emas, lekin xona haroratida ozgina sovish kerak. Men buni pishirib, keyin pechenyelarni anaqasiga kelganda ko'rishamiz. Xo'sh qizlar, mana men 4 minut pishirib oldim. Mana shu quvomda. Sariyog', ozgina ko'proq sariyog' solsanglar bo'ladi. Men sariyog'ni kamroq ekan. Keyin shakarli vanilin. Yaxshi aroma berish ustuligida aralashtirib olamiz. Sariyog'ni bir ovqat qoshiq solsanglar zo'r ta'm beradi. Hozir men shakarim, sariyog'im kam bo'lgani uchun kam soldim. Yaxshilab aralashtirib olamiz va sovishga olib qo'yamiz. Bu arada biz pechenye'mizni to'g'rilab olamiz.
Sizlar qaranglar, men bu arada sovishi uchun ana qildim. Ustiga mana bunaqa qilib teg'izib paket yopib qo'ydim. Agar mana shunaqa teg'izib paket yopib qo'ymasanglar, usti qattiq bo'lib qoladi. Turkchasiga qabuq bog'liyo deyiladi. Ya'ni usti qattiq bo'lib, ichi yumshoq bo'ladi. Usti qisqasi mana bunaqa sarg'ayib, qanaqadir g'alati bo'lib qoladi. Shunaqa bo'lib qolmasligi uchun, yumshoq bo'lishi uchun men paket yopib, men xolodilnikka qo'yib qo'yaman. Sizlar xohlasanglar xolodilnikka qo'ysanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar xonada tursa, xona issiqligiga kelishi kerak. Bunaqa juda ham issiq bo'lishi kerak emas-da. Xo'p. Men buni xolodilnikka qo'yib kelaman. Xo'sh qizlar, keldik. Endi pechenyelarimizni chopperdan o'tkazib olamiz. Chopperi bo'lmaganlar qo'l bilan uvalavasa ham bo'ladi. Yoki osonroq bo'lsin desanglar, paketlarga solib, oqlava bilan yoki juva bilan yaxshilab ezib tashlashanglar, yana uvalanadi. Men endi hozir ko'p qilganim uchun chopperda qilaman. Atak men ham paketda qilaman. Oddiy holatda 6 kishiga o'zimizga qilganimda paketda qilaman. Qanaqa pechenye? Qolgan pechenyelarni ishlatsanglar bo'ladi. Men bu paketdan 6 kishilik uchun 2 ta yoki 3 tasi ketadi. Bu paketda gram qilib aytadigan bo'lsam, bu 150 gram, 170 gram atrofida. 2 tasi bo'lsa 300-350 gram keladi mana shu 2 tasi. 2 ta yoki 3 ta ketadi mendan oddiyroq qilib aytganda. Lekin ko'p kam qo'yishingizga bog'liq. Xo'sh, men bu kosaliga terib chiqaman. Xohlasanglar meva qilsanglar ham bo'ladi. Ko'rgan bo'lsanglar kerak chekkalariga mana bunaqa joyiga medotam banan yoki qulpini bilan bezatib chiqsanglar ham bo'ladi. O'zi tushungandirsizlar. Bir qator krema qo'yacağım, bir qator pechenye qo'yacağım, bir qator krema qo'yacağım. O'shaning uchun mamtlariga pechenye yoki banan yoki qulpini qo'ysanglar bo'ladi. Men qo'ymayman, chunki mehmonga olib boraman. Men o'zinim, bolalari ham o'zinim ham mevali shirinliklarni uncha yoqtirishmaydi. O'shaning uchun mevasiz qilaman, men oddiy qilaman. Hozir endi bu pechenyelarimizni qo'yib, chopper qilib olamiz. Qizlar, ishi eng zavqli, eng anaqali nima zavq olib qiladigan anaqalarga keldik. Xo'p, pechenyelarimizni uvalab oldik. Kremamiz ham tayyor. Buni mikseriz bo'lsa, mikserda, mikseriz bo'lmasa yana nima deyapti? Aralashtiradigan anaqa bor. O'shanda yoda qoshuvda aralashtirib olsanglar ham bo'ladi. Xo'p, endi boshlab olamiz. Hammasiga bir qoshuvdan pechenyeimizni solib olamiz. Olib kelaman. Xo'sh, bir qoshuvdan kosalarga solib chiqamiz. Men pechenyeim yetmaydi deb o'ylayapman. O'shaning uchun hammasiga solib chiqmayman. Oldin yetarlicha savali 2 qoshuvdan solyapman. Aytganimdek, buni solib, ustiga krem solib, keyin yonlariga meva terib chiqsanglar ham bo'ladi. Banan, qulpini qilib. Men mevali qilmayman. Xo'sh, sizlarga bitta anaqa beray. Medoti oson ishlarni oson qilish uchun kremamiz yopishqoq bo'lgani uchun qo'shuvda olganingizda qo'shuvga yopishib qoladi. Menga solish qiyin bo'ladi. O'shaning uchun qo'shig'inglarni kremaga qo'yishdan oldin bitta kosaga suv olinglar yoningizga. Qo'shig'i solib, suvlab olinglar. Ichadigan suv. Suvlab olsanglar, mana hozir ko'rasizlar. Krem qanaqa yumshoqqina deb tushadi. Mana. Ko'rdinglarmi? 2 qoshuv yoki 3 qoshuvdan krem solib chiqamiz. Bu krem ozgina suvli bo'lsa ham bo'ladi. Ja, bunaqa quyuq bo'lib ketish shart emas. Meniki ozgina quyuqroq bo'ldi. Sizlarga videoning tagiga 6 kishilik variantini qo'yaman. O'shanda ozgina suvli bo'ladi. Menda ozgina quyuqroq bo'lib qoldi. Ko'pchiligiga qilganim uchun.
Men bularni to'ldirib kelaman hozir. Evet, olmaz çevirsin. Koş. Evet kızım, izleyebilirsin. Bana hazır yapmak güzel. Ben hiç bozayım olamam. Yavuz koşuyor. Nasıl saçak? Tek saçağında. Video juda uzun bo'lib ketmasligi uchun men sizlarga hozir bittasini qilib ko'rsataman. Yo'qsa video juda ham uzun bo'lib ketadi mana. Yana 2 qoshiq pechenye solamiz. Video çekayotganim esimdan chiqib qoldi. Bu tarafga sovuryapman. Bu tarafga olib sovordim. Mana. Mana shunaqa pichini solib, ustiga mana bunaqa bo'ladi ko'rinishi ham. Ko'rinayotgandir inshaalloh. Mana bunaqa bo'ladi ko'rinishi. Yoniga meva qo'yadigan bo'lsanglar, ustiga o'sha meva bilan bezatsanglar bo'ladi. Yoki boshqa narsa bilan o'zingizlarning fantaziyalariga bog'liq, boshqa narsa bilan bezatsanglar ham bo'ladi. Hozir men buni hammasini qilib sizlarga qanaqa bezatganimni ham ko'rsataman. Hozircha to'g'risini aytsam, kallamda qanaqa bezatish haqida bir fikr yo'q. Lekin bir nima qilib bezatamiz. Bunaqa qoldirmaymiz. Xo'sh, qizlar, mana oxirgi holatimiz mana bunaqa bo'ldi. Menda ozgina shokolad bor ekan, o'shani turkadan o'tkazdim. Ustiga ozgina shokoladni qo'yib chiqdim. Sizlar aytganimdek, men bu yon taraflariga meva qo'ygan bo'lsanglar, meva bilan ozgina bezatsanglar bo'ladi. Menda shokolad bor edi, shokolad bilan hal qilib qo'ya qoldim. Mana shunaqa chiroyli anaqa bo'ldi. Shakl chiqdi. Hammaga yoqimli ishtaha. Yoqqan bo'lsa, kanalimga dokunma qizim. Kanalimga obuna bo'lib, like bosib qo'ysanglar xursand bo'laman. Yoqimli ishtaha. Hammaga xayr. Bay bay yap. Bay bay.